Salom bilimdon, O'zbekistonni qanchalik yaxshi bilasiz? Qadimiy saltanatlaridan tortib betakror manzaralarigacha, ilk adabiyotidan tortib ona tilimiz go'zalligigacha va e'tiqodimizni shakllantirgan an'analarigacha bu kanalda barchasi mavjud. Va bugun 10 ta savolga javob berishga bel bog'lang va shu tariqa bilimingizni sinab ko'ring. Let's go! Samarqanddagi mashhur rasadxona kimning nomiga qurilgan? Mirzo Ulug'bek tomonidan qurilgan Samarqand rasadxonasi 15-asr ilmiy tafakkurining eng yuksak timsollaridan biridir. Bu markazda mingdan ortiq yulduzlarning joylashuvi aniqlik bilan qayd etilgan bo'lib, ular Zijji Koragoniy asarida jamlangan. Rasadxona orqali olingan natijalar Yevropada Kopernik davrigacha astronomiya rivojiga asos bo'lib xizmat qilgan. Ibn Sino nechta asar yaratganligi bilan mashhur? 450 dan ortiq. Ibn Sino tibbiyot, falsafa, matematika va boshqa fanlarda 450 dan ortiq asar yozgan. Uning tib qonunlari asari Yevropada qariyb 500 yil davomida asosiy tibbiy qo'llanma bo'lib xizmat qilgan. Bu asarlar orqali bobomiz Sharq va G'arb ilm fanini birlashtirishda muhim rol o'ynaganlar. O'zbekiston nechta viloyatdan iborat? Oson, 12 ta viloyat. O'zbekiston tarkibida 12 ta viloyat va Qoraqalpog'iston Respublikasi kabi alohida maqomga ega bo'lgan avtonom respublika mavjud. Bu hududiy tuzilma mamlakat boshqaruvining tarixiy va ma'muriy asoslarini aks ettiradi. Har bir viloyat iqtisodiy, madaniy va geografik xususiyatlari bilan mamlakat rivojiga o'ziga xos hissa qo'shadi. Toshkent shahri aholisi taxminan qancha? Uch million kishi. Turli demografik manbalarga ko'ra, Toshkent shahrida 3 milliondan ortiq aholi istiqomat qiladi. Bu ko'rsatkich poytaxtimizni Markaziy Osiyodagi eng yirik megapolis darajasiga olib chiqqanligi e'tirof etiladi. Shahar aholisi sonidagi o'sish iqtisodiy faollik, migratsiya va urbanizatsiya jarayonlari bilan chambarchas bog'liq. Shumbola qissasining muallifi kim? G'afur G'ulom. Albatta azizlar, Shumbola bolalar psixologiyasini qiyinchiliklarga qaramay quvnoqlik va umidni saqlab qolish ruhini aks ettirgan mashhur hissa hisoblanadi. Unda bosh qahramonning urush davridagi hayoti sodda, lekin chuqur badiiy ifoda bilan tasvirlangan. Asar hali hamon o'zbek bolalar adabiyoti rivojining muhim bosqichlaridan birini tashkil etadi. Ulug'bek xazinasi romani kimning qalamiga mansub? Odil Yoqubov. Ulug'bek xazinasi tarixiy voqealarga asoslangan bo'lib, ilm, fan va davlat boshqaruvi o'rtasidagi murakkab ziddiyatlarni badiiy talqin qiladi. Asarda Mirzo Ulug'bek shaxsiyati, ilmiy jasorati va siyosiy fojiasi dramatik tarzda yoritilgan. Ushbu roman o'quvchini tarixga tanqidiy va ma'naviy nigoh bilan qarashga undaydi. Lar qo'shimchasi qaysi grammatik ma'noni bildiradi? Ko'plik. Lar qo'shimchasi otning son kategoriya jihatdan ko'plik shaklini hosil qiladi. Masalan, kitob, kitoblar, daraxt, daraxtlar, barmoq, barmoqlar. O'zbek tilida ko'plik ma'nosi har doim ham bu qo'shimcha orqali berilmasa-da, u eng asosiy vositalardan biridir. Bu qo'shimcha grammatik tizimning sodda, lekin markaziy unsuri sifatida o'rganiladi. Quyidagi so'zlardan qaysi biri sifat so'z turkumiga kiradi?
Albattaki eng azizlar, sifat otning belgisi, ko'rinishi yoki xususiyatini bildiradi. Masalan, keng xona, keng ko'cha, keng dala. Keng so'zi predmetning fazoviy ko'lamini ta'riflab, asosiy sifat ma'nosini ifodalaydi. Sifatlar matnning tasviriylik darajasini oshirib, tinglovchining tasavvurini boyitadi. Muqaddas Qur'oni Karim nechta suradan iborat? Horizon 4 ta birodarlar. Qur'oni Karim 114 ta suradan iborat bo'lib, bu son islom olamida qat'iy tan olingan diniy haqiqatdir. Suralar tarkibi uzun va mazmunan turlicha bo'ladi. Ayrimlari ko'p oyatli bo'lsa, ba'zilari faqat bir necha oyatdan tashkil topgan. Shu bilan birga eng qisqa sura Al-Kawsar atigi 3 oyat bilan ilohiy kitobdagi eng ixcham ammo ma'no jihatdan yuksak suralardan biridir. Shom namozi jami necha rakatdan iborat? Besh rakat. Shom namozi 3 rakat farz va 2 rakat sunnatdan iborat bo'lib, jami 5 rakat o'qiladi. Bu namoz quyosh botishi bilan kirib, kechaning dastlabki qismida ado etiladi. Shom namozining o'qilish tartibida avval 3 rakat farz va so'ng 2 rakat sunnat etib belgilangan. Aziz vatandosh, yurtimizning ajoyib bu g'aroyibotlarini kashf etishda davom eting va bilim olishdan aslo to'xtamang. See you around.